Bu korrupsiyani jilovlash va uni oldini olish, umuman olganda korrupsiyaga toqatsiz munosabatni shakllantirish vazifasi sanaladi. Prezidentimiz ham mana shu yig'ilishda shaffoflik haqida aytib o'tdilar. Mana ekspertlar oliy ta'limda, ta'lim tizimida, ayniqsa mana qabul jarayonlari, bu o'sha yuqorida siz aytib o'tdingiz efir ortida o'sha aytaylik o'sha 10-12 yillar, o'sha yillarda ta'lim olgan yoshlar bugun katta hayotga kirib kelyapti hozir. To'g'ri. Ayniqsa yana ularda bir o'sha shakllangan, lekin mana shunga biz qarshi kurashib, mana shuni bir ijobiy tomonga yondashib, jamiyatda baribir uzoqqa bormaydi bu. Bugun mazza qiladi, ertaga mazza qiladi. Mayli 5 yil, 6 yil zo'r yashar, lekin baribir ertaga bir natija bermaydi. Ya'ni korrupsiya bilan ulg'aytirilgan, korrupsiya bilan boqilgan avlod ertaga baribir jamiyatda bir iringi bo'lib qoladi. Shu o'rinda men aytib o'tmoqchiman, prezident mana shu yig'ilishda aytib o'tdi, ayrim amaldorlarni o'zini amaldan foydalanib korrupsiyaga yo'l qo'yilgani tufayli ayrim vazir o'rinbosari, vazirlarni almashtirgan, vazir darajasiga chiqqan inson endi u yerda to'liq anglatilmadi, to'liq aytilmadi, lekin shu holatga yo'l qo'yilgan. Ayniqsa mana qurilish sohasida yong'in xavfsizligi bilan bog'liq masalada ruxsatlar berilganligi, bu qurilishlar sifatsiz bo'lganligi, oqibatda ko'p insonlarga bir zarar yetkazish masalasini aytib o'tdilar. Shu o'rinda mana aytib o'tmoqchiman, xorijiy davlatlarda korrupsiyaga qarshi jinoyatlarda qanday kurashilyapti, qanday qonunlar bor, qanday jazo choralari bor degan masala. Xitoyda 100 ming yuangacha bo'lgan amaldor shunaqa pora olsa yoki shuga yaqin bo'lgan aytaylik moddiy biron bir aytaylik sovg'a olsa 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi belgilanadi. Korrupsiya bolasi bu jamiyatning illatida. Bir narsani ochiq